non berib yuboring. Paket bera olasizmi? Rahmat kattakon. Aka, yaxshimisiz? Ikkita non bering aka. Voy, aka paket berasizmi? Sal issiqroq ekan. Rahmat aka, sog' bo'ling, charchang. Nima uchun ayol kishi bilan erkak kishi bir xil haroratda har xil seziladi? Fizik jihatdan olib qaraganda harorat bu jismlarda issiqlik yoki sovuqlik xossasi. Ya'ni energiya molekulalari tezligi bilan tavsiflanadigan fizik kattalik. Uni ayolga yoki erkakka har xil ta'siri yo'q. Hamma uchun harorat bir xil. Demak, bu gap buning fizik qismida emas, balki psixologik qismida bo'lishi mumkin. Psixologiyada shunaqa tushuncha bor. Odam vaziyatni qanchalik boshqara olsa, noqulaylikni shuncha kamroq his qiladi. Erkaklarda men chidab tura olaman degan tushuncha bo'lganligi uchun issiq havoni ham, sovuq havoni ham sekinroq qabul qilishadi. Ayollarda menga sovuq ta'sir qilyapti degan tushuncha bo'lganligi uchun sovuq havoni ham, issiq havoni ham birdaniga his qilishadi.